mana bunaqasiga otib yuboraman ham, hech narsa qilmaydi. Sayyohim sizlarga eng zo'r takliflarni berishdan charchamaydi. Boya video qo'ygan edim, shu naborni necha pulga qo'yaman deb ko'pchilik taxminlarni aytishdi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qanaqa narxga qo'yganimni bilib olasizlar. Pastda ham qo'shimcha video ketadi, ko'pchilik so'raydi, oshlar damlasa bo'ladimi deb. Bu qozonimizda ham bemalol oshlarni damlasa bo'ladi. Eng oxirgi modellardan hisoblanadi. Dizayni ham neobычный ishlangan. Xo'p, krishkalarning chetlari silikonga qilib ishlangan. Oshlarni, qozon qoplarni, hamma ovqatlarni bemalol damlab pishirsanglar bo'ladi. Qaynatmalarga ham zo'r, qovurmalarga ham juda ham zo'r narsa hisoblanadi. Xo'p, krishkalarga kelsak, oxirgi texnologiyada ishlab chiqarilgan, chetlarini silikon qilishlangan. Buni ham nima uchun qilingan desanglar, krishkalar oshxona sharoitida qo'ldan tushib ketish holatlarida silmasligi uchun buni sizlarga mana bunaqasiga otib yuboraman ham, hech narsa qilmaydi. Xo'p, bu qozon naborimizda kichkinasi 2,5 litrli, o'rtadagisi 3,8 litrli, jarumiyasi bor 28 diametrda, katta qozoni 6 litrli bo'ladi. 1 kilo, 1,5 kiloga yaqin oshni bemalol damlasanglar bo'ladi. Bu naborni sizlar uchun men 655 mingga qo'yib beraman. Ulgurib qolish kerak. Pakovkasi ham podarishniy holatda qilib beramiz. Sayyohim sizlarga eng zo'rlarini taklif qiladi. Aytgancha bu videoni tezda yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Ulgurib qolish faqat tavsiya qilinadi.